Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana bugun zavodimizdagi eng katta va eng baquvvat bo'lgan kvadrotsiklni obzor qilamiz. Bu kvadrotsikilimiz elektronli rol va elektronli tablo sistemamiz, audio sistemamiz bilan jihozlangan va zadniy kameramiz ham shu tablomiz o'zida joylashgan. Motorimiz 320 talik motor hisoblanadi. Bu korovka sistemamiz отдельный enshesi ham o'zida joylashgan va enshe samosvalimiz motor harakati orqali ko'taradi. Korovkamiz 6 talik skors bilan jihozlangan va kabina sistemamizda laboyimiz nasoslar bilan jihozlangan. Xohlasangiz yopib qo'ysangiz ham bo'ladi, xohlasangiz havo issiq paytlari ochib qo'ysangiz ham bo'ladi va savatimiz old tomonga joylashgan. Mototsiklimiz oldi tortmaydi, faqat orqa zadmos orqali harakatlanadi va rolovay mexanizm bilan jihozlangan. Bu oldin balonimiz 25 ga 8 12, orqa balonimiz esa 25 ga 10 12. Buni sababi orqa balonimiz shiroki qilib jihozlangan, chunki og'ir yuk ko'tarishga moslashgan. Oldin balonimiz esa 25 ga 8 12. Bu pavorotlarga, aylanma yo'llarga xalaqit bermaslik uchun orqa balonimizga nisbatan sal ingichka qilib qo'yganmiz. Va silindrlarimiz bilan tushuntirsak, 2 talik silindr hisoblanadi. 3 talik ko'tarib tushishga moslashgan 2 tonna yukni bemalol chappa qilib ko'tarib tushirib biladi. Bort razmerimiz 230 ga 150, ya'ni 1,5 metr eni, 230 uzunligi hisoblanadi. Va bortimiz orqa tomonga va ikki tomon yon tomonga bemalol ochiladi va yukingizni xohlasangiz yon tomondan, xohlasangiz orqa tomondan tushirib olishingiz mumkin. Benzobakni hajmi 25 litr. Bu radiatorimizni rashtitilni bachogi joylashgan. Bunga 5 litr antifriz quyiladi. Bemalol ana shu yerdan qopqoqdan ochib qo'yishlaringiz mumkin. Va samosvalimizni ko'tarish uchun bachogiga gidravlitskiy masla quyiladi. Bunga ham 5 litr ana shu yerdan quysangiz bo'ladi. Va reduktorimiz va korovkamizga orqa mostimizga 1 litr 800 gram gepayt ketadi, 80 ga 90. Bu sidinkamizni xohlasangiz ehtiyojingizga qarab oldinga va orqaga harakatlantirishingiz mumkin va orqa tomonni oldinga va orqaga almashtirishingiz mumkin. Va bizda xavfsizlik kameri ham sidinamizga mos joylashgan. Va endi mototsiklimizni skor sistemalarini to'liq obzor qilib tushuntirib beramiz. Masalan, mototsiklni yoqqaningizda neytralniy xalostoy holatda ko'rinib turadi va neytralniy xalostoy holatda turgan bo'ladi va skorsga uraman desangiz, mana bu richagimizni orqa pastga, ya'ni plyusga 6 ta skors izmayin, pog'ona izmayin almashtirsangiz bo'ladi va 6 ta skorsdan xalostoy qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni minus 5 4 3 ga qarab pog'ona tushirib qaytsangiz bo'ladi. Endi bu richagimiz hozir neytralniy o'rtada turibdi. Ya'ni bu skorsga ursangiz ham yurib ketmaydi. Buni elga oldinga urib, birga ursangiz mototsiklimiz harakatlanadi. Agarda zadniga harakatlanmoqchi bo'lsangiz, o'rtaga olasiz u zadniga olasiz. Bu zadnimizda orqa skorsni kameraga oladi. Keyin bu zadnidan chiqarib, mabodo yuk bilan og'ir yuk 2 tonna, 2,5 tonna yuk bosganingizda hash, ya'ni panijniga o'tkazib haydasangiz ham bemalol motorga nagruzka solmasdan haydasangiz bo'ladi. Ana endi enshe sistemamiz, ya'ni samosval sistemamizni ko'tarib tushirishni tushuntiramiz. Mana burchagimizni yon tomonga urib, ana bu tomonimizda burchagimiz bor. Buni ana pastga qilib qo'ysak, pastga qilib qo'yib, skorga ursak, bemalol samosvalimizni ko'tarishga moslashgan. Keyinchalik samosval bort sistemamizni tushirmoqchi bo'lsak, burchagimizni orqaga qilamiz. Xohlagan balandligimizga regrovka qilib tushirsangiz bo'ladi. Mototsikilimizda yana qo'shimcha ikki tomonga passajirning o'tiradigan qo'shimcha sidinalarimiz ham joylashgan va brizgavik, ya'ni suv sepadigan oyna tozalagichimiz suv sepadi va dvorniklarimiz bilan jihozlangan. Bu mototsiklimiz narxiga keladigan bo'lsak, bu mototsiklimiz hozirda sotuvimizda 50 millionga chiqadi. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin.